trassani bo'yidan 12 sotuvli o'ta chiroyli joydan yer topib qo'ydim. Bitta like bosing, hammasini tushuntirib obzor qilib beraman. Narxi ham qulay narxda qo'yishgan ekan. Narxini oxirida aytaman, chunki videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak bo'ladi. Ayyorligimni qarang. Xo'p, mana trassani ko'ryapsizlar. Bu yog'i mana Navruz, Optim, bozor, hamma narsa joylashgan joylar, bilasizlar. Rohati Kurugacha 16-18 kilometr taxminan. Qo'yliq Fositiga esa 20-25 kilometr. Maktab, bog'cha yaqin joylashgan. Mana ko'ryapsiz, yo'lda ustidan xullas bir taxminan 80 metr ichkariroq kirganingizda 12 sotuvli joy. Bu yog'i Ohangaronga qarab ketaverish, bu yog'i shaharga qarab, Toshkentga qarab ketish. Ko'ryapsizlar. Xullas chiroyli bahavo joylardan sizlarga 12 sotuvli joy topib qo'ydim. Endi sizlardan padeshga menga obuna bo'lib, like tugmalarini bosib, padeshga qilib tursanglar, xudo xolasa, bundan ham yaxshi joylarni sizlarga obzor qilib boraman. Mana ichkariga kirib boryapmiz. Ko'ryapsizlar, mana trassani bo'yi ichkariga kirib ketyapmiz. Mana shunaqa chiroyli joylardan xudo xolasa yer topib boraveraman. Sizlardan faqat qo'llab-quvvatlash kerak bo'ladi. Chunki ijodimizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, biz doim olg'a intilib boramiz, inshaalloh. Ko'rasiz, mana orqa tomoni dala ekan, fermerning joyi. Betlar hech qanaqa sunus yoki buzilishlarga tushmagan. Chiroyli, bahavo, chiroyli joylar. Maktab, bog'cha, kommunalkalari, ya'ni sharoit tomonlama yaxshi joylar ekan. Mana. Qarang. Videoda o'zim sezaman-da, ba'zan nafas olishlarim qattiq eshitilib ketar ekan. Bu ortiqcha vazndan bo'lsa kerak. Shuni agar meni ko'rayotgan obunachilarning ichida o'sha dietologlar, shunaqa doktorlar bo'lsa, menga aloqaga chiqarsanglar zo'r bo'lardi. Mana shu. Assalomu alaykum. Mana shu joydan xudo xolasa 12 sotuvli joy. Xo'p, dokumentda qanaqa bo'ladi desangiz, dokumenti 10 sotug'i dokumentda, 2 sotug'i zahvat joyi bor ekan. Mana shu joylar. Qarang. Orqa dala bo'lib yotibdi mana. Mana bu tomon. Chegara mana shu joydan boshlanadi, xudo xolasa. Mana shu uyda bu yog'ida mana oxirgi uyda burchagidan chegara tortiladi. Oxiri devor tomonda o'sha joyda ozgina zahvat joyi bor ekan mana. Mana uyda burchagigacha. Qarang. 12 sotuvdan katta ko'rinadi. Mashalloh. Chiroyli bahavo joylar. Hamma sharoitlar, hamma narsasi yaxshi ekan. Ko'rdinglar, trassani usti. Nima deydi? Imkoniyatlar qilishga menimcha yaxshi joylar. Agar biznesmen tadbirkor akalar ham menimcha imkoniyat deb o'ylayman. Yoki-da bu sizga nima deydi, mulk o'rnida olib qo'ysangiz ham ancha foyda qilasiz. Qarang, qanaqa yaxshi joylar. Mashalloh. Xo'p, kadastr dokumentlari hamma narsasini chiroyli qilib, hammasini tayyorlab qo'yishgan ekan. Shuna borasiz notariusga nomingizga bemalol rasmiylashtirib olsangiz bo'lar ekan. Qarang, mashalloh. Pastda egalar raqami bemalol murojaat qilib, savdolash baraka qilinglar. Xullas, sotig'ini 6,5 mingdan so'rashyapti. 10 sotoni pulini berasiz, 2 sotig'i sizga bonus tariqasida kirib ketadi sizga. Mana shu joylar. Xudo xolasa nima qilsa bo'ladi qani? Kommentariyaga fikrlaringizni yozib ketinglar. Menimcha chiroyli, bahavo joylar. Trassani bo'yini biznes qilishga ham, imkoniyat qilishga ham shuni 100 metrga chiqasiz trassa. Qarang. Mana shu joylar. Bitta like bosing. Xudo xolasa sotiga 6,5 mingdan so'rashyapti, ya'ni o'tib beradigan, baraka qiladigan, savdolashadigan joylari bor. Mana shu joy, mana shu yerlar sizga nasib qilsin. Va yer izlayotgan tanishlaringizga shu videoni jo'natib qo'ysangiz,
ancha manfaatli bo'lardi.